Uyim to'rida turgan ihromim ko'rib, labbayka deb yana kiygim kelyapti. Madinaga borganda jo'sh urgan yurak, ana minora ko'k gumbaz degim kelyapti. Peshvoz chiqqan kabi ashoblar ruhi Rasululloh tomon yurgim kelyapti. Ravzai muborakka qo'yib boshimni, hujrayu saodatni ko'rgim kelyapti. Ravzai muborak mehrob orasi, jannat bog'idan bir sado kelyapti. Shu joyda boshimni sajdaga qo'yib, shafoat ya Rasululloh degim kelyapti. U zot va ashablari hokim bo'lgan jam, u ulug' joyda Fatima, Oysha onam ham ahli jannat kelur kunda dam-badam, jannatul boqiyda bo'lgim kelyapti. Rasululloh yonlarida yurganlar har on, yonma-yondur qabr hatto ruhi ham. Ashoblarini ulug'i qattiq qo'li ham, Hazrati Umarga salom bergim kelyapti. 70 shahid ashoblar hokim bo'lgan jam, hanuz qoni sovmay lat yegan tanda, yoturlar sher yurak Amir Hamza, Uhud tog'ida duo qilgim kelyapti. Rasululloh tuyalari cho'kdi ajib hol, shu joyda masjid qurdilar darhol. Ilk bor azon aytdi Hazrati Bilol, Masjidul Quboga borgim kelyapti. Masjidki unda ikki qibla bor, namoz o'qir Rasululloh Aqsoga qarab, bir so'z bilan Ka'baga o'girding ya Rob. Masjidul qiblagohda bo'lgim kelyapti. Madinaga to'yib to'ymay uzmay ko'zimni, Makka-yu Mukarramaga burib yuzimni, Zulhulayfa maqomida poklab o'zimni, Makkani ihromda ko'rgim kelyapti.